Assalomu alaykum rahmatullohi va barakat. Bugungi videom hammaga bag'ishlanadi. Yigit va qizlar, yaxshi o'qinglar. Maktabda, kollejda yaxshi o'qinglar. Oxirida xolos oliy ma'lumotli bo'lasizlar. O'zlaringiz ustida ishlanglar. Professor bo'lasizlar. Diplomat bo'lasizlar. Xudo xolasa. O'zlaringiz ustida ishlanglar. Olim bo'lasizlar, professor, diplomat. Xudo xolasa O'zbekistonimiz o'zimiz dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqsak, chiqib olamiz keyin. Yaxshi o'qinglar. O'qisalaring yaxshi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa hammaga bag'ishlanadi bu video. Yaxshi o'qinglar. O'zlaringiz ustida ishlanglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Keyin xudo xolasa o'zimizda O'zbekistonda xudo xolasa keyin dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqib olsak, keyin eng kam oylik o'g'il bolalarga 50 million, qizlarga, ayollarimizga 100 million bo'ladi, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa. Shaxsan men o'qish bilmayman. Men o'zim o'qish bilmayman. Endi hayotimdan olmayapman, sal ozgina qiynalyapman. Menga shunaqa ishlar chiqdi menga. Shunday ofisda kostyum galstukda o'tiradigan shunday tayyor ishlar chiqdi menga. Endi sabab ozgina xotiram chatoqdi. O'sha sabab ko'p narsa esimdan chiqarib qo'yaman. Shu sababli. Endi misolda o'zlaringizga ishlanglar, harakat qilinglar, o'qinglar. Xudo xolasa dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqamiz. Xudo xolasa dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqamiz. Bosinglar. O'zim o'qish bilmaganim sababli ozgina qiynaldim. Hayotimdan olmayman, Xudoga shukr. Sal qiynalyapman. Shuning uchun sizlar o'qinglar. Maktabda, kollejda, maktabda. Xudo xolasa dunyo bo'yicha birinchi o'ringa chiqamiz. Keyin sizlar olim bo'lasizlar, professor bo'lasizlar. O'zlaring qo'llaringda hammasi. O'qinglar. O'zlaring ustlaringda ishlanglar. Ko'proq o'qinglar. Ana telefonda ham o'qisa bo'ladi. Darsdan tashqari demoqchiman-da. Til o'rganinglar har xil. Til ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga deyishgan-ku.